Assalomu alaykum okalar, barchaga xayrli kun. Okalar, kechagi yangi mahsulotimizni ko'rdinglar. Inshaalloh Bull Max buqalar uchun maxsus ishlab chiqarilgan premiximiz va undan oldingi videolarda ko'rganingizdek Aftalma Nova. Ushbu ikkita mahsulotimizni tez kunda sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Yaqinroqdan bir tanishtirib o'tsam, Bull Max preparatimiz Premium Pro variantda ishlab chiqarilgan bo'lib, Yevropaning premixlarini unutaverasiz, okay, inshaalloh. Siz o'zingiz so'radingiz, biz esa ishlab chiqardik. Xo'p, Aftalma Nova haqida aytib o'tadigan bo'lsam, ko'z kasalliklariga har doim odam aptekasidan tetratsiklinoviy glaznoy maz oling deyaverib, to'g'risi o'zim vet aptekada ishlab yurganimda juda ham katta muammo edi. Ana shu muammoga juda ajoyib yechim qilib qo'yganmiz. Aftalma Nova bu ko'z kasalliklari, ko'zga oq parda tushishi, ko'zda ana shu changlardan allergik qizarish hosil bo'lishlarini barchasini bartaraf etadi. Okalar, ushbu ikkita mahsulotimizni tez kunda inshaalloh e'tiboringizga havola qilamiz. Siz esa bizni duo qilib qo'ying, biz esa harakatdamiz. Novamixni tanlang, chunki Novamix chorvangizga baraka. Salomat bo'ling.